Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi obyektimiz xudo xolasa mana poli qoldi xolos. Mana shu ko'rinishga yetib keldi. Devorlarimiz PVX paneldan bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, mana qora matvik, выключатель, zazimlaynasi bor rezetka. Bunisida ham xuddi shunday shunaqa bir montajlar bo'lyapti. O'zi avtomatlarimizni ham qo'yib qo'yganmiz, plus orqa tarafga zazimlaynasini ham qoqib berganmiz. Xudo xolasa hamma yoq chotki, isitish tizimi teplый poldan isiydi. Bu xonamiz dushovoy xona bo'ladi. Bu xonamizga tahorat oladigan joy, bu tomonimizga esa hojatxona o'rnatiladi. Mana shu ro'parada dushovoy bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana shunday holatda bitib turibdi. Bu yog'imizga ariston qo'yamiz. Bitgan holatlarini xudo xolasa keyingi videolarda joylab borishga harakat qilamiz. Bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat.